Да, с Таджикистана. А почему на СВО решил пойти? Честно. Все мои коллеги тут на войну пришли. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, yana o'sha urush mavzusiga qaytamiz do'stlar. Xullas, Tojikistonlik yigit hozir urushda, ya'ni u jang maydonidan nimalar degani, nima uchun urushga borganligi va ayrim savollarga javob berdi. Marhamat, videoni ko'ramiz. Bu haqiqatmi? Ya'ni hozirda o'zbek tojik yigitlari urushga shu sababdan ketib qolyaptimi? Bilib olamiz. Marhamat, videoni ko'ramiz va ota-onalarni ogohlikka chaqirib qoldiramiz. Chunki urushga borgan yigitlarda 99% tirik qaytmayapti. Videoni tarqatamiz. Да, с Таджикистана. А почему на СВО решил пойти? Честно. Все мои коллеги тут на войну пришли. Одному устал. Как-то неинтересно. Вот. Я тоже решил вместе с коллегом повоевать. Родине? Ну, может, не родине. Ну, обещали нам тоже гражданство дадут. Вот. Может, паспорт выдают, военный билет дают. Кто знает. Это дальше только Аллах знает. А как еще раз зовут? Махманазар. А позывной есть? Хамид, позывной Хамид. Хамид. Да. А давно приехал из Таджикистана? 22 года уже в России нахожусь. Ага. И как тебе Суджа? Нормально. Как у нас в деревне. Ходим спокойно. Вроде пацанов возили на позицию, защищают нас там. Сейчас едем назад, отдыхать будем. Устал, из трубы вылез, да? Трубе, если честно, трубе все ребята замучились этой трубой. Да ладно, это армия, такое бывает иногда. Надо это, тренировка считаем его. В общем, Похуже видали, это труба фигня, похуже видали. Bilasiz, hozirgi vaqtda Rossiyada kurslar bir pasayib, bir ko'tarilib ketyapti. Shuning uchun men sizlarga eng zo'r kurslarda O'zbekistonga pul o'tkazadigan ilovani tavsiya qilaman. Tezda ilovasi. Bu ilova orqali sizlar Rossiyadan turib istalgan O'zbekistondagi Humo va Uzkartlarga bez komissiya pul o'tkazmasini amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu ilovani yana bir qulay tarafi shundaki, O'zbekistondan turib Rossiyadagi do'stlaringizni ham kartalariga pul o'tkazmalarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Ilovani yuklab olish uchun App Store va Play Marketdan qidirishingiz mumkin. Silkasi kommentariyada turibdi. O'sha silkani ham bosib, bemalol telefoningizga yuklab oling va qiynalmasdan pul o'tkazmalarini amalga oshiring.